tana sog'ligi va qalb tozaligi, pokligi degani mana shu narsa. Odamning fikri, so'zi, qilgan ishi qaysi tarafda? Ko'proq pozitivdami, ko'proq negativdami? Negativ bo'lsa, bu o'zini ham, kelajagini paymon qiladi, atrofdagilarni ham. Qaytaga yaxshi tarafda bo'lsa, o'zi ham gullaydi, uni o'stirayotgan ota-onasi ham xursand. Mana bizning bu o'g'limiz shunday institut bitirib keldi, shunday biznes qilyapti, shuncha maktablar ochyapti, bog'chalar ochyapti deb yo'llar quryapti deb ota-onasi faxrlanadi yaxshi ish bilan. Ko'zini yumib uyalib yurmaydi mahallada. Shuning uchun mana eng birinchisi ilmdan ham oldin mana shu qalb ilmini joyiga qo'yish kerak. Endi bizda aytish mumkin, mayli Shavkat aka, qalb ilmi deyapsiz. Uni kim beradi desak, hammasi aytadi, ota-ona deydi. Aslida ota-ona bermaydi. Uni faqat bobo momolar beradi, kampirchol beradi. Nima uchun degan savolga javob, donishmandlik yoshi o'rta hisobda 50 yoshdan boshlanadi. Donishmandlik yoshi degan nima degani degan savol tug'ilsa, donishmandlik deganda masalan, ota-ona bolalarini maktabga yubordi. Agar bolasi maktabdan keladi, yangi ko'ylak kiyib ketgan, yoqasi qiyshayib ketgan, terlagandan o'zi kir chiqib ketgan, shimni strelkasi yo'q, oyoqlar tuflari ochilib ketgan. "Ha, bolam" desa, futbol o'ynadim deydi. Yiqilib tushgandim, shimlarim yirtilib ketdi, bu ko'ylaklarim yirtilib ketdi deydi. Ha? Ota-onasi nima deydi? Urishadi. Nima, senga har kuni yangi ko'ylak olib berishim kerakmi? Futbol o'ynamagin, bolalarga naqa qilmagin, o'qigin, maktabga borgandan keyin deb har kuni onasi o'g'lini urishadi. Bir kuni qarasa, o'g'li top-toza ko'ylakda kiyapti. Hech yerga ruchka ham tegmagan, shimlarning strelkasi bor, oyoq kiyimlari zo'r. Voy, mani bolam tillo, mani bolam zo'r o'qiydi deb quchoqlab o'padi bolasi. Keyin bolasi shu kundan boshlab har kuni top-toza keladi maktabdan. Keyin onasiga yoqaveradi, demak bolasi shu narsa zo'r ekan deydi. Lekin bola maktabda nima qilyapti? Tanaffusda hamma bolalar ketdik, futbol o'ynaymiz desa, yo'q, men oyim urishadi, ko'ylagim kirib bo'lsa, tuflim ochilib ketsa oyim urishadi deb chetda turadi. Mana sekin mana shunaqa qilib botanik qiladi bolalarini. Bunday qaraganda nima deydi? Aqli zo'ru, lekin bolalarga o'ynaganda odamning qalbi yayraydi. Ya'ni qalbi shikastlanadi. Ana shu bolalar dardini ichiga yutib, oxirida tirnoqni tishlaydigan bo'lishadi. Demak, hurmatli ota-onalar, farzandingizni tirnog'ini tishlaganini ko'rdingizmi? Farzandingizda emas ayb. Sababi o'zingizda. Demak, bolangizni dardi ichiga kirib ketgan. Sal bir narsa gapirishga ham qo'rqadi sizga. Nima desangiz, xo'p deb turadi-da, qo'rquv bor u bechorada. Unda dardi ichiga kirib ketgan. Agar tezroq undan chiqara olmasangiz, bolangizni emas, o'zingizni qo'pol muomalangizni, noto'g'ri muomalangizni joyiga qo'yib olmasangiz, bolangiz borgan sari ichiga kirib ketaveradi. Erta vaqt soati kelganida, o'g'lingiz katta bo'lganda sizga qarab "bare" deydi-da, o'zini bilganini qiladi. Shuning uchun hozir yoshligida o'zimizni bolalarga nisbatan munosabatimizni, ularning hurmatini joyiga qo'yib, to'g'ri, noto'g'ri degan narsani o'zimiz kattalar aniq bilib olishimiz kerak. Aytadi-ku, chumchuq inida ko'rganini qiladi deydi. Xuddi shunga o'xshab, bola tarbiyasidan oldin o'zimizni tarbiyalaylik, shirin so'z gapirishni, maqtashni, ozgina to'g'ri qilgan narsasini bo'rttirib zo'r qilding deb bolani ko'lini olishni o'rganaylik. Mana hozir boyaga aytganday, aytdim, 50 yoshdan keyin donishmandlik yoshi boshlanadi dedim. Ko'rdingizmi? 50 yoshgacha ota-ona hammasi bolasini talab qiladi, toza borib kelishni, vaqtida borib vaqtida kelishni. To'g'ri? Kechqurun bolalar, "Davay, qo'y yana futbol o'ynaymiz" desa, "Yo'q, men kechiksam oyim urishadi" deydi. Mana shu narsalar keyin otasi nimani talab qiladi bolasidan? "Qanot jimatsa 50 marta, turnikda 10 marta tort, qanaqa lattasan, tort" deb qarangda. Turnikda tortilish tana. Toza yurish ham, boyagi naqa qilish ham bu aqlnik.
u bechora bolani qalbiga kim qaraydi? Shuning uchun 50 yoshgacha bolani ota-ona tarbiyalasa, ko'pchilik, hammasi emas albatta, istisno har doim bor, lekin 99%, 98% ota-ona bolani sindirib qo'yadi. Ayniqsa katta farzandini. Xoh qiz bo'lsin, xoh o'g'il bo'lsin, naqasini sindirib qo'yadi.